Bu qismliq dərsimizdə biz san mündəricisi, yəni abzasның san mündəricisi toxtalamiz. Adətdə biz hər bir abzasni yoki ma'lum bir ko'z qarashimizni, nuqtamizni xizmatdagi o'qishda bo'lsin, 1-chi, 2-chi, 3-chi deb bunda bo'lgimiz keldi. Uni qanday tanishamiz desak, masalan, men ma 3ni 1, 2, 3 deb bo'lmoqchi bo'lsam, masalan, ma'lum bir umumlashtirib mandaq, buning xarakteri mandaq, umumiy jihatdan buni 3 ga bo'lamiz degandek nuqtalar kelganda, biz ma abzasning yoki paragrafning bu yerda numbering deb bir iqtidor bor. Bu numberingda shu asosiy san mundaricisi kutubxonasi deymiz, numbering library. Ma bu yerdagisi yangidan ichilganlari hamda masalan mani arab raqami bo'yicha 1, 2, 3 qilib tanishlaymiz. Andan keyin uningki ichilish asosan yeniga tirnoq. Andan keyin rim raqami ABC 3 nuqta. Masalan, tanlash javoblari agar Word'ga tanlash javob bermoqchi bo'lsangiz ABC javob degandekcha savol ishlatgan bo'lsangiz. Mush xil shaklda o'xshash bir formatda tanishlaysiz. Andan keyin rim raqami bo'yicha tanishmoqchi bo'lsangiz, masalan, mana rim raqami 1, 2, 3, 4 deb degandek. Buni numbering deydi yoki sonliq mundarija. Bu sonliq mundarija cho'ng mundarijaga o'xshamaydi. Cho'ng mundarijani keyin so'zlaymiz, uni table of content deydi inglizcha. Buni hatta o'zimizning ehtiyojiga asosan tanishlaymiz. Ma define new number formatdan ichib buni 4, 5, 6 number style'ninki. Andan keyin positionni o'ttirga, solga, o'ngga, hozir ma o'ng taraf qarasanglar, masalan bu right position'ninki. Ma center, ma bu degan gapi ma miyadagi birinchi quruvlan yoki abzaslar ma'ning orliqi, ma o'ngga, solga mush orliqni demoqchi. O'ttirib qarasak texim yaqin. Left qarasak qandaq texim yaqin. Andan keyin miyadagi har xil orliqni tanishlaymiz. Kichiklasak, cho'ngaytsak, masalan, ma'nanga har bir birinchi qurninki qanda o'zaro kichikiltib maqdi. Masalan, ma'nini men tanlay. Asli buningki qancha? Sukut olti 463 da. Shunaqmi? Odatda Word'ninki sukut oltida ishlatishni tavsiya qilamiz, chunki bu Word eng ko'p ishlatilayotgan ahvolga asosan o'zi avtomatik sukut holatga tanishib turdi. Mavju right. Mana. Texmi yiqishliq, estetiklik zo'q beqishlaydi. Bu mana yana bir diqqat qilgan nuqta, buni eskartib qo'ydim. Odatda mana bu buyruqlari, mana buyruq deymiz. Masalan, mushning o'zini ham cheksak, biz eng oxir tanlagan sukut holati tanlagan bilan to'g'rilanib qoldi. Hamda ma'ni yo'qotmoqchi bo'lsam-chi, ma'lani masalan, hozir men 1, 2 ga o'zgartirib, mushu darajasini, sonliq mundarijasini yo'qotmoqchi bo'lsam, bu yerda none, hech qaysi emas demoqchi. Mushuni tanlab qo'ysak, asli keldi.